Assalomu alaykum. Hammaga tan joninglar sog'mi? Ro'za Ramazon kunlari bilan qiynalmasdan. Ama ro'za Ramazon kunida hafta ro'zani biladimi bu noinsoflar? Qishda, qahraton qishda yoshi go'dakni bilmagan ro'za Ramazonni biladimi bular? Go'daklarda haqqidan qo'rqmagan bular ro'za Ramazonni biladi. Bir onaxonni videosini ko'rib ta'sirlanib, sizlarni ham bir ko'ringlar degan maqsadda bir sizlarga ilindim. Izohlarda o'z fikringlarni qoldirasizlar degan umiddaman. Biz 2016-yili bo'lar bo'lmas va'dalarga uchdik-u ikkinchi qasamxo'rni sayladik. O'zbekiston xalqi yomon yedik-da, yomon yedik mana. Yevropaga taqqoslashadi. Hali u yoqqa taqqoslashadi. Jarimalarga, poyezd biletlarini yoki yo'l kiralarida narxlarini ko'taraman deganda Yevropa davlatlariga taqqoslashadi. Jarimalar undirishga, zo'r kompyuterlar, uskunalar, hamma yoq oliy darajadagi yaxshi bir texnologiyalarni olib kelishadi-da. Assalomu alaykum bolajonlarim, qandaysizlar? Bayramlar manam, sog'liqlaring yaxshimi? Otajonim, bizlar mana Uchiqulochda yashayapmiz. 53dan beri yashayapmiz, lekin bitta eshakaniga chitsa ham faqir ko'tarib chopamiz, talashamiz. Gaz yo'q, qiynalyapmiz bolajonim, shundaygina. Ochliqdan qiynalmayapmiz. Shiboq chopamiz, shiboqni ham bir vaqtda oldirmadi bolajonim. O'lay deb bitta qo'y qumaloq tashlasa, shu qumaloqni ham qo'limizga terib olyapmiz. Juda ham shariatimiz yo'q. Juda qiynalyapmiz mana qishga. Mana 102ga kirib 103ga ketyapman. Shundan beri o'choq. Faqat o'choqni kavlaymiz. Bir oyog'im 2 marta singan, lekin yuraman, mana olislarga yuranmayman. Bir chiqay hokimiyatga deb jo'nadimda yana qo'y astag'firullah keltirdim bolajonim, yiqilib sharmanda bo'lmayin deb. Otajonlarim, qushlarni yetsa, hamma bir yig'ilib qana, bir yoqadan bosh chiqarib qana bolajonim. Bizlarga mana hech nima kerak emas. Mana shu gazimiz yo'q, gazdan juda ham qiynalyapmiz. O'tin topsak ovqat topmaymiz, ovqat topsak o'tin topmaymiz. Gaz ballonga tiklab turamiz. Olam yetsa yetib qoladi, yetmasa yetmay qoladi. Sebetni qo'ysak uch-o'chigimiz shirillab 2 kunning birida o'chib qolyapti, megana o'xshab, yaramay hech balaga. O'shaning uchun otajonim, bizlarga shu bir gazga bergana yordam qilsanglar. Mana yerda eshak hangrasa yetadigan joyda gaz bor. Kelgan Qiziltomga. Eshak hangrasa gazga yetadi do'gishi, lekin gazga yetolmayapmiz. Turbalari tayyor, hamma narsasi bor. Shu bir martagina otajonim, Xudo meni yoshimni bersin. Umrganalaring uzoq bo'lsin, jonlaring toshdan bo'lsin. Bola chaqalaringdan olganlarimdan qo'sh chaqarib toparman, tutarman gana bo'lib, meni duom oltin bo'lib kirsin bolajonim. Meni duom uchun mana 103ga kiryapman bolajonim. Sen qayerdasan, o'liksanmi, tiriksanmi degan odam o'zi yo'q. O dalani qo'yaveray, o'zimniki ham. O'shaning uchun sog'liq qaningni bersin bolam. Bizlarning shu bir gazimiz mana yerganada eshak hangrasa yetadi do'gishi. Bir harakat qilib bersam otajonim, esingni. Men shu yoshimni shunday xaltaga solib berib ketaman senga. Gazni trubada transportirovka qilib aholini maishiy iste'mol uchun olib borib qo'yish bu sovet davridagi eng katta xatolardan biri edi. Gazni biz katta daromad keltiradigan bir resurs sifatida qarashimiz kerak. Ana o'shanda boyxat bo'lamiz. Uy isitish, ovqat pishirish uchun bizda mana hozir energetikamiz juda tez rivojlanyapti.
Har bir rayonda so'z berganimizda iltimos maqtash u zamon o'tib bo'ldi. Menga taklif kerak, menga muammo kerak. Men shuni bilib ketishim kerak va o'zimga to'g'ri yo'l topishim. Kechirasiz, gazimiz bor, tillamiz bor, uranimiz bor, paxtamiz bor, meva sabzavotimiz bor, zahmatkash, mehnatkash xalqimiz bor. Shariatga binoan qilamiz. Gapingiz to'g'ri, Qospacha. Shu bir narsaga hayronman. Xo'sh, Sizlar nima ish qilsalaring ham qonunga to'g'ri kelaveradi-ya. Xalqqa halol pokiza qilib yetkazib borishimiz bizning vazifamiz. Endi siz gaz uchun ko'proq pul to'laysiz. Shu odamlarni rozi qilish, odamlarni rozi qilish bu. Birovning haqqidan qo'rqmagan inson Allohdan qo'rqaman degani yolg'on. Gar u bo'lsa domlayu imom, hammasi yolg'on u, hammasi bo'xton. Xochamizni oxiri nima deysizlar? Xotamizni xocham. Endi yaxshi ham bo'lib ketar bu kunlar, endi tag'in kunga borib, endi bu ham 5 kun qiyinchilik bo'lsa kerak hozir. Haqiqatdan narx-navo oshib ketdi. Yaqinda prezidentimiz televizorga chiqib shu nima bo'lsa ham buni qulog'imiz bilan eshitdik, o'zimizdan ko'rdik. Shu avgust sentabrgacha shu nima qilib turinglar. Bir trillarni shu qanday qilib tishlarini qo'yib turinglar. Undan keyin yaxshi bo'lib ketadi hamma yo'q. Biz prezidentimiz shu gapini eshitdik. Undan baqa endi vaqtimiz cho'q, endi ajob emas. Sentabr yo avgustga borib narx-navo pasayib tag'in yaxshi bo'lib ketsa, endi hozir bizniki yangi deydi shu. Mana bunaqangi ko'p davlatlar bilan aloqa qilyapmiz deydi, hamma yo'q yaxshi bo'lib ketadi deyapti. Endi buni Xudo biladi endi. Biz qayerdan bilamiz? Endi o'shanga qarab tag'in endi yashaveramiz qanaqa bo'lsa-da. Misoldan eskilarga gap bor, osmondan nima yog'sa yer shuni ko'taradi deydi. Bag'i endi bunaqa bo'lgandan keyin bunga qarab tag'in o'sha qandaydir bu bo'ladi ish, nimada işte hayot. Baribir endi yaxshi bo'lamiz, baribir yaxshi bo'lib ketsa kerak endi.